Assalomu do'stlar. Biokimyo fanidan vaziyatli masalalar tahlili. Birinchi savol. Kam harakat kasbiga yosh ayol, bo'yi 1.6, og'irligi 50 kg va shifokor tavsiya qilgan mashqlarni bajarmayapti. Ovqatlanish bo'yicha anamnez kuniga 100 g uglevod, 20 g oqsil va 40 g yog'dan iborat. Ayolning TVI ko'rsatkichini toping deyapti. Biz mana shunday rasm ko'rinishi tayyorlab oldik. Xo'sh, kam harakat ayol ishlaydigan. Bu ayolda bo'yi 1.6 va og'irligi 50 kg ni tashkil qilar ekan. Endi TVI o'zi nima deydigan bo'lsak, bu tana vazn indeksi hisoblanadi do'stlar. Endi TVI ni topish formulasiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda vazn tepa qismiga va pastki qismiga bo'yning kvadrati yoziladi. Ya'ni 50 kg ayol 1.6 metrning kvadrati. 1.6 ning kvadrati 2,56 va 50 deb bo'ladigan bo'lsak do'stlar, 19,53 javob bo'lyapti. Ya'ni bu ayolning TVI ko'rsatkichi mana shu qiymatni tashkil qilyapti. Endi bu vaziyatli masalani tahlil qiladigan bo'lsak, surunkalik ochlik va energiya defitsiti kuzatilishi mumkin ekan. Bunda asosan oqsil yetishmovchiligi, ya'ni bunda 20 g oqsil iste'mol qilayotgan kuniga. Bu mushaklarning defitsitini, ya'ni mushaklar atrofiyasini keltirib chiqarishi mumkin. Asosan oqsilni 20 g dan ko'proq, ya'ni 50 g gacha zaruratimiz bor bizning oqsillarga nisbatan va mushakdagi massalarning yo'qolishiga ham olib kelishi mumkin bu TVI ko'rsatkichi. Xo'sh, 19,53 bu norma hisoblanadi. Bu insonda semizlik yo'q.